Bilasizmi? Insonlar hayotida eng ko'p afsuslanadigan narsa bu vaqtida boshlanmagan ish. 10 yil oldin bu ishni boshlaganimda bunaqangi inson bo'lib ketardim. 5 yil oldin bir kasbni o'rganganimda hozir bunaqangi mutaxassis bo'lardim kabi vaqtida boshlanmagan ishlarga biz juda ham ko'p afsus qilamiz. Til o'rganish bilan ham xuddi shunday. Bugun o'rganishimiz, bugun boshlashimiz kerak bo'lgan vazifalarni har doim keyingi dushanbaga, keyingi oyga qoldiramiz va natijada bir kun kelib afsuslanamiz. Agarda siz rus tilini yarim yil oldin, 1 yil oldin o'rganishni boshlaganingizda, hozirgi kunga kelib rus tilida bemalol gaplasha oladigan, o'z sohangiz bo'yicha rivojlana oladigan, yaxshi daromadga chiqa oladigan mutaxassis bo'lishingiz mumkin edi. Lekin bugungi zamonaviy texnologiyalar ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Oldin rus tilini o'rganish, ilm markazi bilan rus tilini o'rganish kabi bu darajada oson bo'lmagan. 24/7 ishlaydigan zamonaviy qulay platforma, kino lavhalari bilan ishlab chiqilgan interaktiv video darsliklar, O'zbekistondagi eng tajribali ustozlar bilan razgovor jonli darslar va aniq xarita tuzib berilgan workbook orqali rus tilini o'rganish. Eng muhimi, rus tilini o'rganish uchun eng to'g'ri vaqt bugun. Rus tilini ilm markazida o'rganing va 90 kunda razgovorga chiqing. Batafsil ma'lumot uchun izohlarda plus qoldiring.